Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizni uzoq yaqindan tomosha qilib turgan aziz tomoshabinlar, bugun bizda gaz emulyatori haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Gaz emulyatorlari mana 301 va 201 bo'ladi. 301 ko'proq mana neytralniy zonasi bo'lgani uchun karburatorli avtomobillarga qo'yiladi. 201 ko'proq injektorli avtomobillarga qo'yiladi. Bugun bizning video roligimiz shu barcha karburatorli avtomobillarga mana shu 301 gaz emulyatorining qanday oson ulanish sxemasini ko'rsatib bermoqchiman. Juda oddiy usul. Hozir bir kere tanishib chiqamiz. Mana bu yerda mana qator kabellar komplekt tushib turibdi. Birinchisi seriya, ko'proq injektorga ulanadi. Ko'k kabelimiz gaz. Endi kabellar bilan bir kere tanishib chiqamiz. Mana birinchisi mana seriya. Bu ko'proq injektorlarga ulanadi. Ko'k kabelimiz, ikkinchisi gazli kabeli, uchinchisi mana qizil kabel, bu plus 12 volt. Oq kabelimiz benzin, qora kabelimiz impuls, svicha kabelga borib ulanadi. Mana jigarrang kabelimiz korishnovoy massa, mana plus 12 level bu yerga hech qanday ishtima ulanmaydi. Yashil kabelimiz gaz datchikga borib ulanadi, signal. Bu mana bu yerga svichalarga ahamiyati bor. Mana shu signalni shu beradi. Endi buni ulashni boshlaymiz. Bizga xullas kalomim kerak bo'lmaydigan kabellar bu yerda. Mana bu seriya kabel bilan birinchidagi mana qora impuls kabel kerak bo'lmaydi. Buni olib tashlaymiz. Birinchi seriya kabelni bo'shatamiz, chiqaramiz. Ikkinchi qora kabelni ham bo'shatamiz. Bu impuls, bu ham kerak bo'lmaydi bizga. Endi mana bu qizil kabelni ham bo'shatib olamiz va gazli kabelni ham bo'shatib olamiz. Endi qarab turasizlar, mana bizda endi mana bu seriya kabel bilan qora kabel o'yindan chiqib ketdi endi. Mana o'yindan chiqarib yuboramiz. Endi mana bu qizil kabelni plus 12 voltni birinchi shtekerga suqamiz, birinchi shtekerga qotiramiz. Mana birinchi shtekerga qotirib oldik, plus 12 voltni. Mana birinchi shtekerga qotirildi. Endi gazli kabelini mana 12 levelga, plus 12 levelga qotiramiz. Mana birinchi seriya kabelni o'rniga mana 12 volt, qizil 12 voltni uladik. Benzin o'zini o'rnida qoladi. Massa ham o'zini o'rnida qoladi. Mana ko'k gazni plus 12 levelga olib qo'yamiz. Bu signalni yashilsim ham joyida turaveradi. Shunda mana shunda birga bir ishla kaliti ochilganda tepaga gaz, o'rtada neytral, pastga benzinga ishlaveradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Manzilimiz Oltiariq tumani Kapput qishlog'i.